Allo, assalomu alaykum. Ya, Saraxon opa, siz bo'lasizmi? Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Opajon, avvalambor bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. rahmat. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayzu barokatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal istaklaringizga yaratgan Robbim yetkazsin sizni ilohim. Rahmat. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insoningiz sizga atalgan tabriknomalarni, go'zal dil izhorlarini biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz mana shunday iliq niyatlarni bizni loyihamizga siz uchun yo'llagan bo'lishlari mumkin. Mehrini sog'. Zero adashmadingiz, bilasizmi? Onajonimni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Ular meni ishongan, suyangan tog'im. Ular bor ekanlar. Men bu dunyodagi eng baxtli insonman deya ta'kidlaguvchi mehribon qizingiz Mehrinisoxon tomonlaridan sizga atalgan chiroyli dilnomalar yetib kelibdi. Ularga qo'shimcha ravishda umr yo'llaringiz ustuni bo'lmish umr yo'ldoshingiz Bekmurod aka, o'g'lingiz Sirojiddin aka, kuyovingiz Shahzodbek, kelin qizingiz Mashhuraxon, nabira ne'matlaringiz Rahimaxon, Elnuraxon, Abdurahmonjon, Muhammad Ali, Solihaxon, Abdumalikjon va barcha yaqinlaringiz tabriklab qolishibdi. Ijozat bersangiz, mana shu yaqin mehribon insonlaringizga sizga atalgan tabriknomalarini Alloh qodir qilguncha yetkazib bersam. Rahmat. Assalomu alaykum qadrli insonim, qadri baland qadrdonim, mehrligim, bizni jondan aziz saylab, mehru muhabbatga o'rab, asrab avaylab voyaga yetkazgan, hamma qiyinchiliklar va har bir mehnatlarga bardosh qilgan, sabrlarda tengsiz aziz onajonim. Yo'limizga ko'z tikuvchi jannatiy farishtam, aziz va mukarram mehribonim onajonim, bugungi tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Duolari ijobatim, qalbi quyoshim, bizni baxtimizni Allohimdan so'rab turguvchi farishtam. Biz deb yelib yugurib mehnat qilgan, yemay yedirgan, kiymay kiydirgan volidai muhtaramam. Har bir qilgan mehnatlaringiz uchun umrim so'ngiga qadar boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsam-da, sizdek mehribon onaning farzandi ekanligimdan hamisha faxrlanaman. Siz menga shunday yaxshi ona bo'ldingizki, hech qachon o'zgalarni onasiga qarab, qani endi shu meni onam bo'lsa edi demadim. Volidam, go'zal yuzligim, bilaman, ba'zan dilingizni og'ritib qo'ydim. Bilmay sizni xafa qilib ranjitib qo'ygan kunlarim bo'lsa, Allohim uchun meni kechiring. Ushbu fursatlardan foydalanib sizga ikki dunyo saodatini tilayman. Biz farzandlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat yuring. Haj, umra safarlariga bormoqlikni, Baytullohni ziyorat qilib Makkatullohga qadam qo'ymoqlikni, Ka'batullohni ko'rmoqlikni Allohim nasib ro'z aylasin. Boringizga shukronalari bo'lsin onajon. Sizni menga bergan Robbimga hamd va sanolarim bo'lsin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz onajonim. Ilohim mana shunday baxtiyor kunlarni, unutilmas damlarni oila bag'rida, yaqinlar davrasida yana ko'p bora nishonlamoqlikni yaratganim nasib ro'zi aylayversin. Inshaalloh 90-100 yoshlarda ham davralarini to'rida bizlarni duolar qilib, yaxshi kunlarimizda bizlarga bosh bo'lib yurmoqlikni Allohim nasib ro'zi aylasin. Yana bir bora ayyomingiz muborak bo'lsin onajonim. Rahmat. Hech bir so'z shirinmas onam so'zidek. Hech bir yuz go'zalmas onam yuzidek. Onamning ko'zidek mehrli ko'z yo'q. Hech kimsa bo'la olmas onam o'zidek. Sodda dil onam-ey, jannatim onam, beminnat onam, davlatim onam. Goho xafa qilsam bilintirmaysiz, yonimda siz borsiz, omadim onam deya mana shunday chiroyli tilaklarni, istaklarni yo'llab qolgan ekanlar. Rahmat farzandlarime, qarindosh o'g'illari hammasine rahmat, baxtli bo'lsinlar. Shu qizlarim, aqtiqlarim baxtli quvonib yursalar, bizlar quvonib yurganimiz shu otasi bilan, Bekmurod bilan. Sog' omon bo'lsinlar hammasi. Sizga ham rahmat.
Biz ham albatta shunday chiroyli ajoyib tilaklarga qo'shilib qolamiz. Ilohim yuz bilan yuzlashib minglardan oshib yuring deymiz. Ilohim nurli yuzingiz hech qachon g'am ko'rmasin. Mana shunday yaqinlar ardog'ida bo'lmoqlikdan hech qachon charchamang deymiz. Hamisha yaxshi kunlaringiz ko'p-ko'p bo'laversin. Rahmat aytganlaringizga. Rahmat katta. Kuningiz yaxshi o'tsin, ayyomlarni yaxshi o'tkazib oling opajon. Rahmat. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Davrada katta gavhar kim bu o'zi xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkin qani kimning so'zi yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha.